o'zidan angelni yasyapti-da, farishtachani. Такой bechoragina, shunaqa farishtacha hech qayerda hech narsa такой yaxshiginada ivdirib uni oldida bitta shunaqa shayton qaynona paydo bo'lganki, uni faqat ezadi. Bu bechorashka hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Bilib qo'ying shu narsani va men sizga hozir bu narsani jiddiy aytyapman, kerak bo'lsa urushaman ham. Ya'ni mana shunaqa ma'noda. Hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Ichingizda yetarlicha zaharingiz borki, zaharga zaharcha javob olyapsiz. Shuning uchun doim o'zingizga savol bering. Nega men bilan shunaqa munosabat bo'lyapti? Men nima qilsam buni to'g'rilay olaman? Vaziyatga munosabatingizni siz o'zgartiring. Mana shunaqa holatda. Siz hozir nima ko'ryapsiz? Va tabiiyki hozir yozasiz. Leopard ko'ryapman, tam nimadir ko'ryapman va hokazo. Men bilasizmi, men uni ko'rmayapman. Chunki men bu tomonni ko'ryapman. Mana shu bitta vaziyatga ikkita odamning ko'rishi. Ya'ni siz bu tomonda o'tirgan qaynonangiz mana bu narsani bu tomondan ko'ryapti. Bitta narsa bo'lmasa, men esa boshqa narsa ko'ryapman. Va ikkalamiz o'tirib nima qilyapmiz? U sizga uning haqiqatini gapiryapti. Siz yo'q, unaqa emas. Aslida mana bunaqa. Bu siz aytayotgan leopard emas, bu qora fon, bu falon, bu pismadon deb dokazovat qilyapsiz. Siz ham buni turing, to'xtang, oyijon, shu yerda turib turing, men ham bitta o'taman deb buni qilib, demak siz bu tomonni ko'rayotgan ekansiz. Demak sizga bu tomonlarim ko'rinayotgan ekan. Demak men bunaqa jihatlar